A toifasidagi haydovchilik guvohnomasini qanday qilib olish mumkin? Agar sizda haydovchilik guvohnomasi bo'lsa, mavjud toifalaringizga qo'shib A toifasiga ham 083 tibbiy ma'lumotnoma olishingiz kerak. Shuningdek, sizda kamida 1 yil avtomobilni boshqarganlik to'g'risida isbotlovchi hujjat bo'lgan bo'lsa, misol uchun 1 yil mobaynida mashinangizda bo'lishi kerak yoki bo'lmasam 1 yil ishonchnomada yurgan bo'lishingiz kerak kamida yoki 1 yil sug'urta bo'lgan bo'lsa, siz shu hujjatlar bilan pasportingizni qo'shib, hududiy ro'yxatlash va imtihon olish bo'limiga borib, imtihon uchun yo'llanma olasiz va imtihon markaziga borib, faqatgina amaliy imtihonni topshirasizlar. Agarda sizda kamida 1 yil mobaynida avtomobilni boshqarganingiz to'g'risida isbotlovchi hujjatingiz bo'lmasa, unda siz 083 shakldagi tibbiy ma'lumotnoma va pasportingizni hududiy ro'yxatlash va imtihon olish bo'limiga borib, imtihon uchun yo'llanma olasiz va yo'llanma bilan imtihon olish markaziga borib, ham nazariy ham amaliy imtihon topshirishingiz kerak. Sizda umuman haydovchi guvohnomasi bo'lmasa, unda siz avtomaktabga kerak bo'lgan hujjatlarni yig'ib, so'ngra avtomaktabda A toifa uchun 2 oy 10 kun o'qishingiz kerak bo'ladi.